Yoshlarni kitob mutolaasiga keng jalb etish, axborot kutubxona xizmatlari sifatini oshirish hamda sohada innovatsion yondashuvlarni qo'llab-quvvatlash bugungi islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biridir. Shu maqsadda tashkil etilgan Yosh kutubxonachilar 6-Respublika ilmiy-amaliy forumi nafaqat kasbiy muloqot maydoni, balki istiqbolli g'oyalar va tashabbuslarni ro'yobga chiqarish platformasi hamdir. Dasturda ilmiy-amaliy sessiyalar, mahorat darslari, innovatsion loyihalar tanlovi o'rin olgan. Yosh mutaxassislarni birlashtirgan ushbu forum tafsilotlari bilan muxbirimiz Masharif Masharipov lavhasida tanishasiz. Bir qarashda javonlarni kitoblar jim turadi. Aslida esa buning orqasida ulkan mehnat va zamonaviy tajribalarga ega bo'lgan yosh kutubxonachilar turadi. Bugun Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi tomonidan yosh kutubxonachilar hamda innovatsion loyihalar tanlovi o'tkazilmoqda. 29-31 iyul kunlari bo'lib o'tadigan ushbu forum yosh kutubxonachilarning kasbiy salohiyatini oshirish, ilg'or tajribalarini ommalashtirish hamda o'zaro fikr almashishni maqsad qilgan. Aynan shu forumda yoshlar o'z loyihalari, tashabbuslari, innovatsion g'oyalari bilan ishtirok etishlari mumkin. Aynan shu g'oyalarini keyinchalik moliyalashtirishga ham erishishlari mumkin. Tanlovda g'olib bo'lganlar o'z sovrinlarga ham ega bo'lishadi. Men ham bu forumda ishtirokchi emas, balki yosh kutubxonachi, tashabbuskor spiker sifatida ishtirok etyapman va meni loyiham IFLA kutubxona assotsiatsiyalari va muassasalari xalqaro federatsiyasining yoshlarga ajratayotgan grantlari, imkoniyatlari haqida taqdimot qilaman va aynan shu taqdimot yoshlarni bugungi kunda mana shu forum uchun olib kelgan loyihalarni xalqaro darajaga olib chiqishiga bitta zamin yaratadi degan umiddaman. Forum dasturidan ilmiy ma'ruzalar, seminar, treninglar va amaliy uchrashuvlar o'rin olgan. Mazkur mashg'ulotlar ishtirokchilarga zamonaviy kutubxonachilik sir-asrorlarini o'rgatish va yangi ko'nikmalarni egallash imkonini beradi. Joriy yilda forumda qatnashish uchun respublikamizning barcha hududlaridan 370 ga yaqin yosh mutaxassislar ro'yxatdan o'tdi. Ular milliy kutubxona, axborot kutubxona markazlari, oliy ta'lim hamda ilmiy kutubxonalarda faoliyat yuritadigan izlanuvchan yoshlardir. Nashriyot, matbaa korxonalari bilan kutubxonalar doim bog'liqlikda hamkorlik qilishadi. Bu forumdan men xursand bo'lganim, baribir ham kutubxona hozir hukumatimiz kitobxonlikka juda katta ahamiyat bergan bir paytda bu forumning ahamiyati juda dolzarb, sababi biz yangi yoshlarni, yangi g'oyalarni shu forumda ko'rish imkoniyati paydo bo'lyapti. Ya'ni bu biz mana shu g'oyalarni hayotga tatbiq qilsak, albatta bu kutubxonalarning rivojlanishiga olib keladi. Bundan keyin esa kutubxonalarning rivojlanishi esa albatta kitobxonlikni rivojlantirishga olib keladi va qolaversa buning oxirida nashriyot va matbaa korxonalarining faoliyatini o'sishiga imkoniyat beradi deb o'ylayman. Forum doirasidagi innovatsion loyihalar tanlovi zamonaviy g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va istiqbolli tashabbuslarni amaliyotga tatbiq etishga xizmat qiladi. Tanlovga respublika bo'ylab umumiy 76 ta loyiha kelib tushgan bo'lib, ekspertlar sira deb topgan 12 ta kuchli ishlanma ikkinchi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Bugun biz ushbu forumga ishtirokchi tariqasida taqdirlandim. Demak, men bundan juda ham xursandman. Bunda birinchi marta ishtirok etishim, bunday hayajonlarim, bunday oladigan bilimlarim o'zgacha, hammasi menga boshqacha emotsiya beryapti. Ya'ni men bu forumda ishtirok etishni men juda ham kutgan edim, orzu qilgandim, juda ham emotsiyaga boy bo'ladi. Hattoki mana hozir ham meni hayajonim sezilib turibdi. Bu qanaqa zo'r ajoyib ekanligi. Men yurtboshimizga rahmat aytaman avvalambor. Bu juda ham zo'r forum bo'ldi. Men uchun bu yangilik bo'ldi. Hattoki bizga ko'rsatilgan loyihalardan ham men buni ko'rdim, kutib olyapmanki, ularda juda ham zo'r yangiliklar bor. Biz kutubxonachilarga berilgan e'tibordan xursandman. Ayni damda loyiha mualliflari o'z ishlanmalarini hakamlar hay'ati oldida himoya qilmoqda. Yakunida eng sara Grand Prix 1, 2, 3 o'rin hamda maxsus nominatsiyalar bilan taqdirlanadi. Ushbu forum va tanlov yosh kutubxonachilarning salohiyatini oshirish hamda sohada zamonaviy axborot xizmatlarini rivojlantirishda muhim maydon vazifasini bajaradi. Kitobdan bilim, bilimdan esa taraqqiyot yaraladi. Yosh kutubxonachilar forumi esa ana shunday taraqqiyot yo'lida bosilgan dadil qadamlardandir. Masharif Masharipov, Salohiddin Rozimov bugun dasturi uchun.